Endi masalan hozirgi tibbiy madaniyat deymiz. Tibbiy madaniyat rivojlangan davlatlar kabi bizni yurtimizda ham, bizni mintaqamizda ham bu tibbiy madaniyat juda ham yuqorilab bormoqda. Bu deganimiz o'sha har bir o'zini qanaqadir sohada qiziqtirayotgan muammosini to'g'ridan to'g'ri internet orqali yoki onlayn tarzda bilib olishi yoki o'zini sog'lig'i to'g'risida qiziqtirayotgan muammolarni to'g'ridan to'g'ri bilishi va o'sha muammoni tezda hal qilishi mumkin har bir fuqaro. Men aytmoqchi bo'lgan hozirgi mavzumiz bu o'sha o'zini balog'at yoshidagi yoki uylanish bosqichidagi, bo'sag'asidagi o'g'il bolalarda o'zini holatini, o'zini umumiy sog'lig'ini baholash yoki profilaktik ko'riklarni qanaqa tarzda boshlash kerak va u qanaqa holatlarda profilaktik ko'rik shartligi haqida gaplashmoqchiman. Birinchi navbatda har bir sog'ligi uchun qayg'uradigan inson har qanday holatda ham yilida bir marotaba umumiy tibbiy ko'riklardan o'tib turiladi. Endi umumiy tibbiy ko'rik deganda bu biz umumiy masalan laborator tekshiruvlardan boshlanadi, umumiy qon, peshob tahlillari va rentgenologik va UTT tekshiruvlari a'zolarda. Bulardan tashqari ayrim yo'nalishlarda masalan urologik sohada shu uylanish bo'sag'asidagi o'g'il bolalarimiz albatta o'zini profilaktik tekshiruvni o'tkazishi shart. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun bu qaysi yoshdan bo'lishidan qat'iy nazar uylanish yoshida bo'sag'asidagilar birinchi navbatda o'zida qanaqadir masalan o'sha jinsiy a'zolardan tortib umumiy sog'lig'ida muammolar bormi, shamollashlar bormi yoki gormonal holatlari me'yoridami yoki tashqi va ichki deymiz biz jinsiy a'zolarni rivojlanishi me'yoridami, u qanaqadir tug'ma yoki keyinchalik orttirilgan nuqsonlarga uchramaganmi, o'zi bilgan bilmagan holatda. Bularni bilish uchun albatta o'sha o'zi yaqinidagi yoki murojaat qilishi mumkin bo'lgan har qanday bir shifokorga, har qanday urologik shifoxonaga, urologga yoki andrologga murojaat qilishi so'raladi. Undan oldin masalan nimalarga e'tibor berishga va nimalarga tekshirish mumkin? Buni birinchi navbatda to'g'ridan to'g'ri urolog yoki androlog mutaxassisga uchrab, tashqi o'sha jinsiy a'zolarning holatini tekshiruvdan o'tkazish. Bu o'sha birinchi obyektiv ko'rik deymiz. Rivojlanishi o'sha erkak o'g'il bola masalan o'sha rivojlanishi o'sha me'yorida erkak bola o'g'il bolalarga xos ravishda rivojlanyaptimi? Uni gormonal o'sha rivojlanishi erkaklik tipiga mosmi? Va tashqi jinsiy a'zolarning holati o'sha me'yoriy yoshiga mos ravishda rivojlanganmi? Buni tashqi umumiy obyektiv ko'rikda baholanadi. Ikkinchisi bu ichki jinsiy sekretsiya a'zo bezlari yoki a'zolarning holatini bu tahlillar yoki instrumental deymiz UTT tekshiruvlar orqali baholanadi. Ikkinchi navbatda bu UTT tekshiruv qilinadi va masalan biz o'zimiz sohaga tegishli bo'lgan holatda buyraklar, peshob yo'llari, qovoq va prostata bezlari hamda erkaklarda moyaklarning rivojlanishi va uning o'lchamlari va holati to'g'risida baholab beriladi UTT tekshiruvlarda. Keyingi navbatda bu to'g'ridan to'g'ri laborator tahlillar orqali umumiy o'sha sog'lig'idagi muammo bor yoki yo'qligini bilish. Laborator tahlillar deganda birinchi navbatda demak tavsiya qilinadi bu o'sha umumiy qon, umumiy peshob tahlili va qaysidir jigar va buyrakka xos bioximik zarurat bo'lsa bioximik tahlillar va o'sha o'g'il bolalarimizga birinchi navbatda tavsiya qilinadi uylanish yoshidagilarga sperma tahlili, spermani yoki urug' tahlili, spermogramma deymiz. Urug' tahlilini topshirish uchun har bir o'zining qonun qoidalari bor. Bu uchun o'sha topshirmoqchi bo'lgan shaxs o'tkir shamollamagan bo'lishi kerak yoki topshirishdan 4-5 kun, kamida 4-5 kun bo'lmasa bir hafta oldin qanaqadir o'sha jinsiy yaqinliklar har qanday yoki urug' chiqishi bilan bog'liq bo'lgan holatlardan tiyilgan bo'lishi kerak. Spirtli ichimliklar albatta mumkin emas yoki o'tkir ta'sir qiluvchi har xil ichimliklar ichilmagan bo'lishi kerak va ovqatlanish bilan bog'liq bunday jiddiy cheklovlar yo'q bu holatda. Mana shu yuqorida aytilganlarni inobatga olgan holatda urug' tahlili o'sha laboratoriyani joylashgan laboratoriyani o'zida o'sha shifoxona o'zida qilinishi shart. Ya'ni urug' topshirish olingandan so'ng eng kamida 15-20 daqiqada laboratoriya tekshiruvida bo'lishi kerak. Bu urug' topshirish borasida. Ikkilamchi gormonal fonni tekshirish tavsiya qilinadi. O'sha gormonal fon deganimiz o'sha erkaklik gormonlari va umumiy gormonlar. Bunda ham kamida 3 kun og'ir yog'li ovqatlar yoki o'tkir ta'sir qiluvchi ichimliklar ichilmagan bo'lishi va bir kun
laborator tahlildan bir kun oldin og'ir ovqatlar yemagan holatda ertalab och qorinda kelib qon topshirilishi talab qilinadi. Bunda albatta o'sha gormonal deganimiz erkaklarda testosteron, follikular stimullovchi gormon, luteiniziruvchi gormonlar deymiz. Ularni tekshirib qo'yish yoki prolaktin gormonlarini tekshirib qo'yish ahamiyatga ega hisoblanadi. O'rtacha standart tekshiruvlar mana shulardan iborat bo'ladi va bular natijalariga inobatga olgan holatda biz xulosa berishimiz mumkin bo'ladi. O'sha murojaat qiluvchi qanaqadir o'sha jinsiy rivojlanish bosqichida qanaqadir muammo mavjud yo mavjud emasligi to'g'risida. Qanaqadir muammo mavjud bo'lsa, albatta bu keyin o'sha bartaraf qilish yo'llari izlanadi. Endi bu standart asosida. Yana biz ko'p uchraymiz bu o'sha boya aytganimizdek yoshlar o'rtasida har xil tushunmovchilik tufayli qanaqadir jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarga e'tiborsizlik ravishda infeksiyalarni yuqtirib qo'yish holatlari ham uchrab turadi. Albatta bundan ko'z yumib bo'lmaydi. Bunaqa holatda ham o'sha infeksiyani tekshirish birinchi o'rinda o'z vaqtida murojaat qilish bilan boshlanish kerak. Ya'ni o'sha infeksiya yuqtirishga gumon bo'lgandan bu dastlabki 3 kunda tekshirish talab qilinadi. Keyingi yoki qanaqadir bir klinik belgilari o'sha infeksiyani bezovta qiladigan, bemorni bezovta qiladigan belgilar peshob yo'lidagi ajralmadan tortib og'riq achishlar bilan yoki peshob tezsiz kelishi bilan bog'liq bo'lgan qanaqadir belgilar kuzatilganda ham o'sha zahoti kechiktirmasdan murojaat qilish kasallikni tezroq o'z vaqtida aniqlashga yordam beradi. Chunki kechikkan tahlillarda keyin o'sha qo'zg'atuvchi infeksiyalarni to'liq aniqlash muammo bo'ladi yoki to'liq aniqlanmagandan keyin davolash ham o'ziga yarasha to'liq bo'lmasligi mumkin. Bu albatta o'sha hozirgi holatda yoshlarimizga maslahatimiz mana shulardan iborat.